Bolalar kar olish 3-qismini olamiz. Bolalar mana kiryapmiz etapga. Kar olish 3-qismi. Menda yonimizda bir obuna ko'rasizlar. Bu qidishga o'tib beryapmiz. Bolalar mana kirib oldi etapga. Serial olamiz yerda. Mashinam buzilib qoldi kecha. Nima deysizlar? İballi qoladi. Zaten ketdi bolalar. Uyimga kirib chiqdi. E'tibor bermaysizlar, men jinnixonadan. Jinni mashinada bo'l. Uyum bizdes. Sandığı hesap koy. İki öyle maşinayla kapıp gitti sandığı. Bakın. İşçiliğim böyle. Ne spana ki? Koyuyor. Bir şeyde 36.000 ki. Spana ya. Mali bunu. Soru qoldi. Ne böyle yaptı? İşlerim yetkilishim kerak. Nissan mashina bor, Nissan nelaymi? Yomon mashina. Ket. Ancha yaxshi. O'ygarchilar mashina. İşlerim yetkilaman. Nima deysiz? Buzilibdi abi yana. Shunga chiqamiz. Kar olish o'rgataman. Modini ham ko'rsataman. Mod qayerdan topishlarini ham ko'rsatib qo'yaman. Kirasizlar, shu kompyuterga kirib, intega tushasizlar. Yivan telefon ishlamay qoladi. Baspi. Ana shu hamma mashinalar bor. Honda bor, Nissan bor. Toyota bor. Mazda bor, bolalar. Hamma mashina bor, Nissan bor. Datsun. Ma'zurlar, bichi. Hammasi biznes mashinalari. Traktor. Bu Mazda mana. Nissan, Honda. Короче, mana kirka degan narsa bo'shga kirasizlar. Biznesda bu. Hamma narsa bor. Adonisda ham biznes modlar bor. Hoy, kirganda qilaman. Mana shu yerga kirib, kar deb yozasizlar. Kar deb qo'yibman bolalar. Ana, yibanasa chiqadi. Qanday qilyapsan? Mana shu yerda kar degan yozuv bor. Do'stlar, mana hamma mashinalar bor. Keyin hozir men grafik kirib ochaman, pauza. Короче, bu yangi yeta boshlashlar mana shu qalamchaga kirib, intega tushib, mana shunga kirib, plusni bosasizlar-da. Mana shu mana misol mana shu aktivatsiya bosib turib, o'yinga kirishib playni bosasizlar. Hamma xayr.